Tövəndi diqqətinizə. Nəşrdən çıxış aldıda turğan 3-cü kitabım Dünyavi Böyük İqtisadşünaslar və ularning təlimatları namlı kitabdan parça Adam Güç Kapitali və İqtisadşünas Gary Baker. Amerikada birər şirkat, idare organdan xizmat izlagan har qanday kishi xizmatga iltimos qilgan chaqda shu o'rinning tövəndəki bayonotini cho'qim ko'rdi. Biz xizmat fursatining barobar bo'lishi ham barliq xizmatchilarimizni va layoqatli kandidatlarni ularning irqi, terisi, jinsi, yeshi, diniy e'tiqodi, tug'ilgan yeri, ajdodlari, millati, salomatligi, biologiyalik uchuri, jinsiy xohishi, o'ylik o'choqliq bo'lish ahvoliga va qonunda qo'dilishi talab qilingan har qanday xususiyatdagi alohidliklarga qarta kamsitmaslikda ching turamiz. Lekin Amerika jamiyatida kamsitish yanada ma'lum darajada bor. Bu asrning dastlabki bir yili men dunyoga taniqli Wall ko'chasi jurnalida e'lon qilingan Massachusetts Texnika institutining 2 aqtanlik professorining ijtimoiy tajriba elib berishi orqali bayqaganlari asosida yozilgan Amerika jamiyatida kishilar xizmatga iltimos qilganda xizmatga olg'uchi o'rinlar xizmatga iltimos qiluvchilarni ularning ismining qandoqligiga qarabmi kamsitadi degan mazmun ifodalangan bir maqolani o'qigan edim. Esimda qilishicha, bu 2 professorning ishlagan ijtimoiy tajribasining asosiy mazmuni mundaq. Ular har qaysi oliy maktablarning har xil kasblarini bitirgan, ism familiyasi aqtanlik o'xshaydigan o'quvchilardan, ham oz sonliq va boshqa irqdan bo'lganligi chiqib turadigan ismlardan, masalan, Herman, Gomez, Ali, Lakeisha, Wang degandaklardan bo'lib, ma'lum sondagi o'quvchilarning qisqacha tarjimalini taqlidiy yo'sini tayyorlagan bo'lib, xizmatga iltimos qilguvchi bu kandidatlarning ism familiyasidan boshqa ularning kasbi, jinsi, yeshi, o'qigan maktabi va natijasi va nomeri deganlarning hammasi o'xshash. Andan bular bu mavhum kandidatlarning qisqacha tarjimalini nurg'un shirkat va organlarga yo'llagan. Natijada shirkat va organlardan ism familiyasidan aqtanlik ekanligi puraydigan kandidatlarga kelgan inkos tez, ijobiy ham do'stona bo'lgan. Ammo oz sonliq millat ekanligi chiqib turadiganlarga yondirilgan javoblar asta ham rad qilish pozitsiyasida bo'lgan. Shuning bilan bu 2 professor Amerika jamiyatida xizmatga iltimos qilganda ishga olg'uchi o'rinlar kandidatlarning ismiga qarta kamsitigan degan yakunga chiqargan. Men shu maqolani o'qib o'tib, magistrlikni elib bo'lib, rasmiy xizmatni tepishimga 9 oy vaqt ketishiga familiyam putlukashang bo'lganmidi deb o'ylab qolgan edim. Shuningdan keyin men xizmatlarda va ijtimoiy aloqada zarur bo'lmasa hech kimga o'zimning xosligini ifodalaydigan uchurlarni bermaydigan bo'ldim. Xizmat ishlash jarayonida yana diqqat qilish tegishli ishlarning xeyli borligini, eng oddisi saylamda kimga bilet tashlash masalasini nozik masala ekanligini his qildim. Bu jamiyatda hatto uyingizning tok ishlarini o'ngshash uchun kelgan kishining o'ziga xos ko'z qarashi bo'lib, gap so'zga diqqat qilmaganda ba'zi kichik bo'lsa-mu rahatsizlik paydo qilib oladigan gap ekan. Shuning cho'nglarning og'zimga keldi deb davarma, oldimga keldi deb yaverma deganining asosi bor ekan. 2014-yili at yozning ma'lum bir kun edi. Ya'ni shu dunyoga dangliq Massachusetts Texnika institutidagi birsidan ilxat topshirib oldim. Ilxat dangliq maktabning adresida kelganligi uchun uning diqqatini qozdirdim. Uni avatuvchi Massachusetts Texnika institutining siyosiy fakulteti doktorlik dissertatsiyasi yozayotgan Hong Kongdan kelgan Hou familiyalik bir Xitoy qiz ekan. U o'zining Xitoyning asosiy qatlamdagi amaldorlarining o'z xizmatlarida musulmonlarni bo'lib Uyg'urlarni kamsitadigan yoki kamsitmaydiganligi haqida
tadqiqot ilib borganligini, o'zining bayqanlarini mening ko'rib beqib fikr berishimni umid qilibdi. Men bu qizning tadqiqotining natijasiga qiziqdim. Dastlabda desam demasam uning chiqargan yakuni Xitoyda Uyg'urlarga qarta kamsitish yo'q bo'ladi. Shundaq bo'lsa, bir raddiya berib qo'yay. Bu haqningmi o'qiganlari bor ekan desin deb o'yladim. Ham uning bilan ko'rishga qo'shildim. O kuni bu yosh qiz o'zining maqolasini ilib idoramga kelibdi. Men uning maqolasiga ko'z yugurtib chiqdim. Uning bu tadqiqotni ilib berishda qo'llangan usuli men yuqorida tilga olgan Massachusetts Texnika institutidagi iqtisod fanlari professorlarining Amerikaning emgak bozorlarida kishi ismlariga qaratama kamsitish bormi degan masalaga javob topishda qo'llangan usul bilan o'xshash bo'lib, u taqlidiy holda yasab chiqqan puhralardan asosiy qatlam amaldorlarga o'zlarining eng to'van turmush kapolatiga ehtiyoji borligi haqida ilxat yozgan bo'lib, bu xat ikki guruh kishilarning nomidan avatilgan ekan. Bir guruh a'zolarning ismidan ularning musulmonligi Uyg'ur ekanligi, ya'ni jumladan Uyg'ur ekanligi bildirilgan. Yana bir guruhdan xadavat kuchlarning etnik tarkibi yoki kimligi bildirilmagan. Ya'ni Xitoy degandek ma'noda. Amaldorlarga avatilgan xat bunda qizilgan. Hurmatli boshliq. Muqim xizmat topolmaganimga uzun vaqt bo'ldi. Iqtisodiy ahvolim nachar. Mening eng to'an turmush kapolatiga iltimos qilish fursatim bormi? Bu kapolat pulni olishim uchun qaysi shartlarga uyg'un kelishim kerak? Boshliqning diqqat berganiga minnatdorligimni bildirib, palonchi pustanchi imzo. Bu qizning bilmoqchi bo'lgani birovning milliy tarkibining Uyg'ur ham musulmon bo'lganligi sababli asosiy qatlamda huquqni kontrol qilib olgan Xitoy amaldorlarining qandaq inkosiga uchraydiganligini bilish ekan. Bu naq maydon tajribasining natijasi shuni ko'rsatgan ekanki, asosiy qatlamdagi Xitoy amaldorlarining musulmoncha ismi bo'lgan puhralarning qiyinchiligiga yordam berish qizg'anligi Xitoy puhralarining qiyinchiligiga yordam berishga qaraganda 33% tuvan bo'lgan. Demak, bu naq maydon tajribasi Xitoyda, ya'ni Xitoy davlatida kishilarning ismiga qarta tegi-taktin aytganda erqi va e'tiqodiga, ya'ni millati va e'tiqodiga qarta kamsitish borligini ko'rsatgan. Garchi maqolada aytilgan ba'zi mazmunlar ditimga yoqmagan bo'lsa-mu, u mazmunlarni bu qiz naql qilib olgani uchun shu naqdlarga qarta o'z fikrimni berdim. Ya'ni Xitoy mamlakatida ismga qarta emas, ismga emas, hatto Uyg'urlarning o'ziga qarta milliy kamsitishning eg'irligini, ham buning tuzilib ketayotganligini aytdim. Hozir o'ylasam, ayni chaqda bu qizga Gary Bakerning milliy kamsitishning eg'ir tanlarqi bo'ladi degan nazariyasini so'zlab qo'yishning o'rni bor ekan asli. Xo'sh, shundaq ekan Gary Baker kim? Gary Baker 1930-yili Amerikaning Pennsylvania shtatida tug'ilgan bo'lib, New York shtatining Brooklyn degan yerda cho'ng bo'lgan. U dunyoga taniqli Princeton universitetidan 1951-yili iqtisod fanlari bo'yicha bakalavrilik unvoniga erishgan. Eng dastlabda u ijtimoiy ta'siri zo'r bo'ladigan biror kasbni egallamoqchi bo'lib, jamiyatshunoslik ilmini o'rganmoqchi bo'lgan. Keyinchi uni qiyin bilib, iqtisod kasbini o'rgangan. U doktorlik unvonini Chicago universitetining iqtisod fakultetidan olgan bo'lib, shu fakultetdagi taniqli iqtisodshunos Milton Friedmanning iddiasining ta'siriga uchragan. Shuni iqtisod ilmida mavjud Chicago iqimiga tava iqtisodshunos deyishga bo'ladi. Uning doktorlik dissertatsiyasining temasi erkiy kamsitishning iqtisodshunosligi bo'lib, uning dunyoda ta'siri zo'r bo'lgan maqolalardan vaqtning taqsimlash nazariyasi, jinoyat va jazo, ya'ni iqtisodiy usul, to'ylish nazariyasi va odam kuch kapitali, tirishchanlik va emgakning jinsiy bo'linishi qatorliqlar mashhur kitoblardan kamsitish iqtisodshunosligi, oila haqida risola, hayotlik iqtisodshunosligi qatorliqlar bor. Iqtisodshunos Gary Baker iqtisod ilmi dunyosi qadam bosgan ayni chog'da milliy va erkiy kamsitish masalasini iqtisodiy nuqtadan chiqib tadqiq qilingan maqolalar yo'q deyarlik bo'lib, u Amerika jamiyatida mavjud qartanliklarga va boshqa erkdan bo'lgan asonliq millat kishilariga qaratilgan kamsitishlarni iqtisodiy nazariyalarni tatbiqlash orqali qanday tushuntirgili bo'lganligiga qiziqqan. Uning chiqargan yakuni shu bo'lganki, kamsitishning iqtisodiy ta'siri yana tanlarqi bor. U mundaq fikr yurgizgan. Bir oq tanli kishi bilan o'xshash xizmat iqtidoriga ega bir qora tanli kishi ma'lum xizmat fursatini
kamsitilishi tufayli oq tanli kishiga tortqizib qo'yadi. Shuning bilan bu qora tanli kishi yashash uchun maosh to'van va mahorat talab qilmaydigan oddiy xizmat qilishga majbur bo'ladi. Natijada vaqtning o'tishiga ergashib uning maosh to'van bo'lganlikdan topadigan kirim oz bo'ladi. Agar kishilar qora tanlik bo'lgani uchun xizmatga ilinmasa yoki yaxshi xizmatga erishalmasa, unda qora tanliklarning ichida ishsizlik nisbati yuqori bo'ladi-da, uning jamiyatga nisbatan iqtisodiy ziyoni bo'ladi. Shunday ekan, bir iqtisodshunos qanday qilib xizmatga og'uvchi o'rinlarning mushu qarorga kelish sabablarini aniqlab chiqa oladi? Kishilarning xizmatga kelish masalasida ilgari iqtisodshunoslar bunday qiyoslarni qilishgan edi. Shirkatlar kandidatlarni ularning xizmat unumdorligiga asosan ishga oladi. Ularning boshqa ijtimoiy xarakteriga, xususiyatlariga parvo qilmaydi. Iste'molchilar o'zlari sotib olgan tovar va mulozimatning sifati bilan hisoblashadi. Ammo Gary Baker bu qiyoslarni reallikqa uyg'un emas deb qarab, kishilarning irqi, jinsi va boshqa xususiy xarakterlarining ularning xohishi va pozitsiyasi ko'rsatgan ta'sirini o'z ichiga olgan kamsitish koeffitsiyentini loyilab chiqqan. Uning kamsitish nazariyasining yadroliq mazmuni mundaq. Kishilar o'zlari yoqtirmaydigan, ya'ni bir taraflama qarshi bo'lgan kishilar bilan savdo qilishgan chaqlarda iqtisodiy badal to'lamasmi, ammo ro'yi jihatdan badal to'laydi. Bu badalni, ya'ni tannarxni mayli u potensial xizmatchi, xo'jayin yoki parcha sotuvchi bo'lsin, oxirgi hisobda yana oz sonliqdan bo'lgan shaxs to'laydi. Bo'libmi kamsitishning qurbonlari oz sonliq millat a'zosi bo'lganda, bu ahvol texmo rast bo'lgan bo'ladi. Bundaq deyish orqali Gary Baker bu yerda mundaq bir muhim nuqtani gavlandirgan. Boshqalarni kamsitgan kishi o'zining bir taraflama qarash tufaylidan qimmatli fursatlarni qo'ldan chiqarib qo'yish tufayli u ziyon tortadi. Ya'ni boshqalarni kamsitsang, senmi badal to'laysan. Gary Baker raqobatning kamsitishni yo'qotadigan kuch ekanligini ta'kidlash bilan birlikda raqobat kaskin bo'lmagan sohalarda kamsitishning kuchli bo'lganligini o'tirib qo'ygan. Nobel mukofotini baholash komiteti 1992-yillik iqtisod ilmi bo'yicha berilgan mukofotni tek bir kishi, iqtisodshunos Gary Bakerga bergan bo'lib, u komitet shu yillik mukofotni uning ilgari jamiyatshunoslardan qonunshunoslarning tadqiqot obyekti bo'lib kelgan real dunyoning ijtimoiy masalalariga, to'g'risini aytganda, ijtimoiy hayotning hamma sohasiga chetishlik bo'lgan irqiy kamsitish, oila, jinoyat o'tkazish hamda to'y qilish qatorliqlarga iqtisodiy nuqtadan qarab bu jihatdagi tadqiqotlari bilan iqtisod ilmiga qo'shgan tuhfasi uchun bergan. Bu xuddi qo'lida bo'lqi bar odamga hamma narsa mix bo'lib ko'rinadi degandek, Gary Baker uchun ijtimoiy hayotdagi hamma narsada bir iqtisodiy ta'm bor bo'lib tuyulganligidan bo'lsa kerak. Uning tadqiqot uchun o'ziga qo'ygan ba'zi savollari ayrim kishilarga bema'nidak tuyulgani bilan u dal ashundaq savollarga javob tepish ustida izinib, oxiri Nobel iqtisod mukofotiga erishgan va ijtimoiy fanning boshqa sohalariga zo'r ta'sir ko'rsatgan. Tövanda onun savollaridan bir nechini o'qirmonlarning diqqatiga sunaman. Kishilar to'y qilish orqali nimaga erishadi? Agar shirkatga oq tanlik xizmatchini qabul qilsa, u shirkat vayron bo'lmamdi. Kishilar jarimani yap qilish xatiriga tavakkul qilib mashinasini qonunsiz yerlarga to'xtatsa bo'lamdi. Ota-onalar nurg'un pul, vaqt va ajrini sindirib bolalarini cho'nqiysa, ota-onalar yashanganda bu bolalar ularning hal ahvolidan xabar olamdi. Gary Baker kishilar hayotida iqtisodiy qarorlarni chiqarganda bir yurish negizlik iqtisodiy prinsiplarga tayinib harakat elib bordi deb ishongan. Ya'ni u shaxslar yoki shirkatlar idroklik yo'sinda harakat elib berib, o'zlarining foydasini, farovonligini maksimum, ya'ni eng cho'ng qilishga urinadi deb ishongan. Ilgari tadqiqotchilar kishilarning qilmishlari ularda cho'nqur yildiz tortgan odatlar asosida shakllanadi. Ya'ni ular idroksiz bo'lib, logikalik jihatdan tushuntirib bo'lmaydi deb qarashgan bo'lib, Gary Baker o'zining bilimini yuqoridagi tadqiqotchilarning ko'z qarashini rad qilishga tadbiqlagan. Lekin uning diqqatini hammadan bak tortqini kishilarning mahorat tarbiyasi masalasi bo'lgan. Ya'ni u birovlarning oliy maktabga berishning foyda ziyini selishtirib, oliy maktabda o'qish uchun sarf qiladigan pul va vaqtni o'ylashganda, oliy maktabda o'qish arzimdi degan masala ustida tadqiqot olib borgan. Adam kuch kapitali yoki boyligi degan bu hukmni 1950-60-yillarda Chicago universitetining ma'rif iqtisodshunosi Theodor Schultz ismli kishi o'tirib qo'ygan bo'lib, Gary Baker bu kishining ideyasining ta'siriga uchragan va u bu hukmning bozoridan chiqargan.
O'tgan asrning 90-yillarida Amerikaning prezidentlari oliy ma'rifning roli ham kishilarning xizmat ustida ta'lim olishning muhimligini ta'kidlashmoqchi bo'lishganlarida bu iborani yetkish qo'llanishgan. Ikkinchi dunyo urushi oxirlashganda xarobalikka aylangan Yaponiya bilan Koreyaning tabiiy boyligi kamchil, xom materiallar va energiyani import qilishga tayindigan tursa, iqtisodiy jihatdan naytizlik ko'tarilib, Asiyoda va dunyoda zilzila qo'zg'ishining sababi nada? Gary Beckerning ko'rsatishicha, bu davlatlar emgak kuch kapitalini oshirishga, ya'ni kishilarni tarbiyalashga, ma'rifatga ham texnikaga g'oyat zo'r mablag' solgan bo'lib, bu xil mablag' silish bu davlatlarga ajoyib zo'r gullanishni olib kelgan. Undaqda odam kuch kapitali deganda nimani ko'z tutamiz? Gary Beckerning qarashicha, emgak kuchi, ya'ni odam kuchi kapitali deganimizda odamlarga mablag' silishni ko'z tutgan bo'lib, bu fuqarolarni maktablarda o'qitish, kompyuter bilan tarbiyalash, kishilarning sog'lomligiga pul xarjlash, ularni o'zlarini yuksaltirish kurslarida qatnashtirish, qisqasi ularning kirimini oshiradigan, salomatligini yaxshilaydigan va hayotni texmi suyib yashaydigan qiladigan omillarning hammasini o'z ichiga oladi. Bu pul muomala aksiyalaridan pay cheki va zaimlarni setilishi orqali va yoki bino, uskuna va texnik mablag' silish orqali mulkni ko'paytirishni maqsad qilganda, birovning yaxshiroq ma'rif egallab, yuqoriroq mahorat jug'lash orqali iqtidorli bo'lib, uzun muddatli kirim manbasini paydo qilish imkoniyatiga ega qiladi. Odam kuch kapitali iqtisodiy kapital va pul muomala kapitallaridan farqli bo'lib, u shaxsdan mustasno holda tanho mavjud bo'lib tura olmaydi. Uni qadrlashni bilgan shaxs uchun bu kapital umr bo'yi yeshib boradi. Bag'an sari zo'rayib boradigan bu kapital har qanday jamiyatga iqtisodiy gullanish olib keladi. Uning har xil usullar orqali odamlarni tarbiyalashni bir xil mablag' solishtir degan bu ideyasi ayniqsa bo'zish xarakterli ideya bo'lib, bu keyin bir necha iqtisodshunasning Nobel mukofotiga erishishga asos solgan. Gary Becker o'zining odam kuch kapitalining umumiy nazariyasini o'tirib qo'yishda, o'rta maktabni bitiribla ishga tushib ketmay, oliy maktabga borganlarning zodi qanchalik nafga erishadiganligini tushunish ko'rinishdan boshlagan bo'lib, fursat tanarxi huquqini qo'llanib, o'quvchilarning universitetlarda o'qishining tanarxi noqul o'qish pulini to'lash emas, balki yana ular o'qish jarayonida emgak bozorida xizmat izlamaydiganligi sababli yo'qotib qo'yilgan 3-4 yillik pul tepish fursatini o'z ichiga olganligini. Shunga iqtisod kasotlashganda yoki turg'unlik cho'kkanda yoshlar oliy maktabga o'qish kirsa, ularning bu tanlashining ularga umrlik foydasi bo'lganligini ko'rsatib bergan. Ya'ni u vaqtni tanarx deb hisoblagan bo'lib, sabrsiz kishilar o'zini tarbiyalashga mablag' solmaydiganligi uchun odam kuch kapitali bildigan manfaatdan quruq qoladi deb ko'rsatgan. U yana umumiy, ya'ni universal bilim bilan kasbiy bilimning o'rtasidagi munosabatni tushuntirgan bo'lib, universal bilim hamma sohaga kerakli bo'lgani bilan kasbiy bilim muayyan sohadagi shirkatlarga zarur bo'lgani uchun kasbiy bilimi va mahorati bor kishilarning maosh ta'minotining yuqori bo'lganligini, iqtisod kasotlashganda kasbiy mahorati bor kishilarning oldirab ishdan bo'shatilmaydiganligini, balki shirkatlarning ularni tutib qilishga tirishadiganligini, shu nurg'un shirkatlarning xizmatchilarini o'stirishda sirtdan yangidan xizmatchi qabul qilmasdan, balki shirkat ichidagi kasbiy mahorati va xizmat tajribasi bor kishilarni o'stiradiganligini o'tirib qo'ygan. Gary Becker yana oila iqtisodshunasligining asosini solg'uvchi bo'lib, u bir oilada oila a'zolarining vaqtni qanday taqsimlaydiganligini kuzatgan. Ham iqtisodiy prinsiplar orqali kishilarning nemishqa farzand ko'radiganligi, ularni tarbiyalaydiganligi va ayollarning nemishqa to'y qilib, nemishqa ajrashadiganligining sabablarini tushuntirgan. Odam kuch kapitali haqida izlash jarayonida u nemishqa o'xshamagan bolalarning fursatlarining ham taqdirining o'xshamaydiganliklari ustida o'ylanishga boshlagan. Masalan, ba'zi bolalar oliy maktabda o'qiydi, ba'zilari burunli maktabdan chekinib chiqib ketadi. Bu o'qishdan burun chekinganlarning ichida bir qismi o'zlarining hayot yo'lining cherit yo'lini bak yaxshi sizolaydigan bo'lib, bakli muvaffaqiyat qozona oladi. Buning sababi nima? Gary Becker bu farqni tushuntirgan omil shu bolalar cho'ng bo'lgan oila muhitidagi ma'lum narsada deb o'ylagan. U o'zining mashhur kitoblaridan biri bo'lgan Oila haqida risola degan kitobida bu savolning javobini mundaq bergan. Bir oilani bir kichik zavod, ya'ni tamoq, uy muhiti, o'yin tomoshadak oddiy tovar ham mulozimatlarni ishlab chiqaradigan va ta'minlaydigan bir kichik zavod deb qarashga bo'ladi. Chunki oila a'zolari buning uchun vaqt, emgak sarf qiladi, ham sarfiyat uchun bozorda xarajat chiqim qiladi.
Aile a'zolarining ehtiyoji uchun yaratilgan shu lavozimlarga ketilgan tanarq ularga kerakli ovqatlarni bozordan sotib olish ketadigan pul emas, balki ular uchun ketilgan vaqtni o'z ichiga oladi. Ya'ni tomoq yedish, kiyim yuvish, uyni tozalash va ratlashga. Aile a'zolarining vaqti va emgagi singan bo'ladi. Mabodo aile a'zosining birarining maoshi o'zgarsa, bu aile a'zolarining oiladagi tovar va mulozimatlarni paydo qilishga ketilgan vaqtga ta'sir ko'rsatadi. Bu yoshirin iqtisodiy sabab Nimishqa maaş yuqori vaqt qisib bankirlar va ularning jo'rilarining uy ishlari uchun xizmat qabul qilishni tushundirdi. Agar ularning maashi yuqori bo'lmagan bo'lsa, ular oila ishlarini o'zlari qilishgan bo'ladi. Kishilar to'y qilishni o'ylashganda pul va oila ishlarini bo'lishib qilish masalasini o'ylashadigan masalalarning oila ishlarini bo'lishib qilish masalasi ular o'ylashadigan masalalarning hammasi emas. To'ylashadigan kishilar yana muhabbatni, bir-birining taqdir-turqini, aql-parostini va xarakterini yaxshi ko'rishni asos qiladi. Shundaqdimi, Gary Baker kishilar to'y qilishadigan chaqda yana o'zlarining bu xil tanlashining foyda ziyonlarini o'ylashib, o'zlarining to'y qilish orqali yaxshi hayotga erisha oladiganligiga bo'lgan ishonchini asos qilishdi degan. Gary Baker kishilarning turmush qurishini bir turli iqtisodiy mablag' qilish qarori deb qaraganida, kishilarning farzandlik bo'lishini bir iqtisodiy mablag' qarori deb qaragan. Balalarni beqib cho'ng qilishga vaqtdan pul ketadi. Ammo bu balalar ota-onalarga keyinchi ko'rgili bo'ladigan iqtisodiy ham amaliy manfaat olib keldi. Ya'ni ularga moddiy jihatdan yordam qildi. Ota-onalar yashanganda ularga qaraydi, ham ko'rgili bo'lmaydigan, ammo his qilg'ili bo'ladigan farzandlik sevgi va xushallik ham yaxshi ko'rishni baxsh etadi. U boy ota-onalarning bir farzandni cho'ng qilishi, namrat ota-onalarning bir farzandni cho'ng qilishga qaraganda qimmat to'xtaydigan bo'lganlikdan boylar az farzandlik bo'ladi. Iqtisodiy taraqqiy qilgan davlatlarda ayollarning maoshining o'rilishiga ergashib, ularning az farzandlik bo'lishi, taraqqiy qilayotgan namrat davlatlarda bo'lsa, oilalar yezigiligi bilan mashg'ul bo'lish, ya'ni qo'saqimni qilish yuzidan bo'lsa-mi, ko'proq farzand ko'rdi. Buning o'zi bir reallik degan. Gary Baker mushu xil analiz usulini qo'llanib, kishilarning ajrashib ketishining sababini tushuntirgan. Ayollarning maoshining o'sib berishiga ergashib, ularda ajrash xohish kuchayib boradi. Ilgari ayollar vaqtliq yoki anda-sanda xizmat qilgan bo'lib, ajrashib ketish ularning hayotining sifatiga va turmushning moddiy kapolatiga og'ir ta'sir ko'rsatgan bo'lgani uchun ular ajrashib ketishdan qo'rqishadi. Lekin ularning xizmati yaxshi, maosh yuqori bo'lsa, hamda oilada yo'ldoshining yaxshi muomalasiga erishamasa, ular ancha tartib ketmayli ajrashni tanlaydi. Chunki ular o'zlarining maoshining yaxshiligini boshqa birarga tayanmasimi, turmushni guldek ilib ketalaydiganligini biladi. Ammo Gary Bakerning bu qarashlari Amerikadagi dangliq ayollar huquq faoliyatchilarining tanqidiga uchragan. Gary Baker Kolumbiya universitetida bir kuni o'zi qatnashadigan bir o'quvchisining iqtisod nazariyasidan elingan ig'izcha imtihoniga keshikib qilish ehtimolini sezib qiyin ahvolda qoldi. Agar mashinasini mashina to'xtash maydoniga haydab berib to'xtatsa, imtihonga kechikib qoladi. Agar uni qonunsiz holda ko'chib to'xtatib qo'ysa, imtihon kechikmaydi, ammo jarimani yeb ketish ehtimolligi bor. O jarimani yeb ketishning ehtimolligi, jarimaning sommasi va mashinasini mashina to'xtash maydoniga olib to'xtashning avorchiligi ham to'xtash haqqini selishtirib, tavakkul qilib mashinani ko'chaga qonunsiz holda to'xtatdi. O kuni o jarimani yemaydi. O vaqtlarda jinoiy qilmishlar haqida qilingan munozaralarda kishilarning jinoyat o'tkazishi va qonunsiz ishlarni qilishi, ya'ni jinoyat o'tkazgan kishilarda ruhiy kasallik sababidan o'tkazdi yoki namratlik yoki ijtimoiy zulmning ig'irligidan kishilar jinoyat o'tkazdi deydigan talash tortishlar bo'ladigan bo'lib, Gary Baker iqtisoddagi idraklik qilmish nazariyasi va odam kuch kapitali hukmini jinoiy qilmishlarga tatbiqlagan. Boshqacha bir turli qilib aytganda, o kishilarning jinoiy qilmishlarni o'tkazishini ularning idraklik qaror chiqarganligi sababidan deb qiyos qilgan. To'ylashgan kishilar idraklik qaror chiqarishdi deganimizda, bu ularning nuqul iqtisodiy manfaatni o'ylashmaydiganligiga o'xshash, ba'zi kishilar ba'zi jinoiy qilmishlarni sodir qilishdan burun o'zlariga keladigan ziyonni o'ylashib ish qiladi. Agar ularning tortadigan ziyni bak yuqori bo'lsa, ular bu qilmishni o'tkazishdan bosh tortadi. Ammo Amerikaning turmalariga qamalgan kishilarning soni jinoyatchilar jinoyat o'tkazgan chaqda ularning cho'tda xato so'qishganliklarini ko'rsatdi. Gary Baker deydi-ki, jinoyatchilar jinoiy qilmish sodir qilishdan burun ular buningdan keladigan foyda bilan tutilib qilish, qo'lga ilinish va hatto jazolanishning o'tirishga ehtimolliklarini o'ylab ko'rishadigan bo'lib,
Ba'zi jinoyat sodir qilguvchilar jinoyat o'qitishni xuddi yag'achilik, injenerlik va o'qituvchilik kasbidek bir xil kasbga aylantirib olgan. Shunaq bo'lganlikdan jinoyatchilar jinoyat o'qitishning tannarxi inkas qaytarishdi. Ya'ni jinoyatning jazosini oshirganda bu xil ig'ir jazo jinoyatchilarning jinoyat sodir qilishi orqali erishadigan foydasini tubantirganligi uchun jinoyatchilikni kasb qilib tanlaydigan kishilarning soni azaydi. Ya'ni bir ig'iz gap bilan aytganda jazo kerak keladi. Odam kuchi kapitali haqida izlangan Gary Baker yana kishilarning qonunli xizmatga erishish fursatini ko'paytganda jamiyatda jinoyat o'tkazish nisbatan tuvanlaydiganligini ko'rsatgan. U yana zaharlik yoki ziyonli chekimlik xumor bo'lganlarning nisbatini tuvaltishning o'limli usuli. Agar ular qonunli tovarlar bo'lsa, masalan, tamako yoki aroq bo'lsa, ularga qo'yilgan bajni o'stirish shu orqali ularning bahosini yuqori qilib, talabni tuvaltish. Mubada o narkotik, ya'ni nasha va heroin qatorli qonunsiz chekimliklar bo'lsa, ularga jarimani qo'yish orqali cheklashni tashabbus qilgan.